Man Amerikaga jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlagan bormoqchisiz. Viza muammo. Viza olgani hamma muammo bo'lyapti. Men sizga bitta narsa o'rgataman. Uyingizda o'tirib shuni qilasiz. Bo'ldi. Jahon chempionatiga borasiz. $100 sarflaysiz xolos. Bu 99% hal degani. Bryuzik TV muvaffaqiyat kalitlari podkastining navbatdagi mehmonim so'z ustasi, qiziqchi Elmurod Haqnazarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nazirata xush kelibsiz. Bu nima edi? Odatlarni qo'yganman. Meni e'lon qilishayotganda siz shunaqa deb chiqib baqirib. Sahnabob e'lon qilaymi? Yo'q, zo'r bo'ldi. Yaxshimi? Elmurod, bizda dastlab an'anadan boshlasak. Ko'rdim. Siz bilasiz, bir necha sizga yaqin bo'lgan insonlar ham intervyu berganda mana shu jarayonni kuzatgansiz. Qog'oz, qalam va suhbatimiz so'ngida bir necha iqtibosni o'zingizdan qoldirasiz. Biz buni esdalik uchun olib qo'yamiz. Xo'p. Unda suhbatni boshlaymiz. Sizdan iqtibosdan boshlasak, intervyularning birida hammani maslahatiga quloq solaman, lekin dadam aytganini qilaman degansiz. Hozir ham shunday va farzand mana shunday deyishi uchun dada kamida dadaligini qilish kerak bo'ladi-da. Mana siz farzand sifatida dadani mas'uliyati nimada deb o'ylaysiz? Voh. Dadam bilmayman, men kim qanaqa fikrlaydi. To'g'risini aytaman. Men dadamsiz tasavvur qila olmayman. Odamlarni otasi o'tganini ko'raman, janozalarda qatnashaman. Borib o'zim qo'yib kelgan dadalar bo'lgan. Men bir narsani tasavvur qilaman. Dadangizni borib ko'mib kelasiz, to'g'ri. Baribir hammani boshida bor. Dadangiz ko'mib kelgan ko'ringiz u aniq stressda, depressiyada bilinmaydi-da. Lekin ko'mib kelganingizdan keyin, mehmonlar kuzatganingizdan keyin kech payt baribir o'zingiz qolib uxlashga o'tasiz. Menimcha o'sha moment siz tushunasiz. Sizni o'zidan ham kuchli bo'lishingizni xohlaydigan, o'zidan o'tib ketishini xohlaydigan yerdagi beg'araz insonni qo'llaringiz bilan ko'mib kelganingizni tushunib yetasiz. Dada shunaqa insonda, dada o'zidan o'tib ketishingizni xohlaydi. Lekin dadadan boshqa hech kim sizni o'tib ketishingizni xohlamaydi. O'zidan zo'r o'tib ketishingizni xohlamaydi. Yoningizdagi eng yaqin do'stingiz ham o'ziga tenglashtirish mumkin, lekin o'zidan o'tganingizda g'iybat boshlanadi. Bu sizning shaxsiy xulosangizmi yoki yillar mobaynida dada bergan o'gitlarmi? Yo'q, bu o'zimning shaxsiy xulosam. Lekin dadam menga yoshligimni hech narsaga qarshilik qilmagan, urmagan, so'kmagan. Akam urardi. So'kardi, maqlar, ukam ham. Bunday munosabat nimadan? Bilmayman, menga ota deydi. Uyda hamma meni erkalatib ota deyishadi. Ota deb chaqirishadi. Dadam hech qachon menga masalan, dada men zapravkadan chiqib ketmoqchiman. Sen rejang bormi? Bos deydi. Dada men zavoddan rashodda o'zim o'qiganman, o'sha o'qigan diplom bo'yicha ishlagan. Dada men zavoddan chiqib ketmoqchiman desam, yaqinda ko'tariladi endi, chiqib ketaman desam. Onam, voy nima qiladi? Onam doim qarshi chiqadi. Dadam, bo'ldi, eblasam, aqling yetyapti, bos. Bo'ldi, biz qarab turamiz. Sizning fikringizcha dadaligi qayerda? Farzandni boricha qabul qilishida. Dadangiz uchun siz men aytayapman, dada bu ota-onadan boshqa hech kimda bunaqangi holat bo'lmaydi-da. Faqat dada bilan aya sizni haligi eng oddiy holatingiz bo'ladi. Masalan, bir xil farzandlar bor. Ichib yuradi, ishi yurishmaganidan, topish tutish nol holatingizda ham sizni bir xil munosabat qiladi. Siz oligarx bo'lib ketsangiz ham, oddiy odam bo'lsangiz ham, otangiz bilan onangiz bir xil anaqa zo'r bo'lib ketsangiz ehtiyot bo'l deydi, sinib ketsangiz ham ehtiyot bo'l deydi. Bir to'lqin. Bir xil, lekin ular ishonib turadi. Sizga doim ishongani uchun. Men bilaman, men ko'p aytganman-da, 33 yoshimgacha pul topganman, ro'zg'ordan ortmagan, kreditlar va shunaqa umuman oilaga yordam bera olmagan. Lekin bir Koreyaga ketaman degan, bir Rossiyaga ketaman deganman, orada bir borib ham kelganman. Bo'ldi, ketaman akam oldiga.
Bo'ldi. Shu o'rtoqlarim juda ko'p. O'shalarda yuraman, ish topib beramiz deyishganlari. Dada bilan ona sen jinnimisan, sen magistrsan sen. Sanga yarashmaydi deb turishardi-da. Ichingizda baribir o'ylaysiz, rostdan shunaqaman deb turasiz-da. Dada bilan onasi ishonchingiz-da. Ishonch. Dada bu ishonch. Qo'rg'on. Bejiz mana shu haqida so'ramadim, otalik mas'uliyati haqida. So'nggi yillarda chiqishlaringizda mana shu katta sahnadan baralla sizda qiz farzand otasini ovozi eshitilib turibdi-da. Qizlarni o'qitinglar-ey deydigan, garchi hazil aralash bo'lsa ham, lekin siz asosiy auditoriyangiz o'sha chapani jaydari erkaklar kor qilarmikin bu munosabat, bu chaqiriq, nima deb o'ylaysiz? Kor qiladi. Juda ko'pchilik aytadi. Juda ko'pchilik aytadi. Ana qizim bu yil meditsina institutiga kirdi deb juda ko'pchilik storieslarda atmetka qiladi, direktlarimga yozadi. Ana ikkilanib turgan dadalar bo'ladi-da. Qizimni beraymikin, bermaymikin deb turgan momentda turtki bo'lib yuborgan. O'zim men bilmayman o'zim, lekin ularga shu narsa ta'sir qilib ketadi-da. Juda ko'pchilik yozgan. Sani konsertingdan keyin qizimni medinstitutga kirgizdim deydi, ruxsat berdim deydi. Yana boshqa sohalarda mana fizika, men o'zim fizika bilan matematikani jinnisiman. O'zim mutaxassisligim ham shu. Shundan keyin men xursand bo'laman. Kor qiladi. Lekin kor qilmaydigan odamga foydasi yo'q. Unga Einstein tirilib kelib gapirsa ham foydasi yo'q. Kor qilmaydigan odamga qilmaydi. Endi siz ota sifatida o'zingizni qiz farzandlaringizga o'z oldingizga o'zingiz bergan va'dangiz, mas'uliyatingiz qanaqa bo'lib turibdi hozirgi davrda? Hozirgi davrda ularni o'sha hayotda o'tish davri bo'ladi-da. Bilasiz, hozir O'spirinlik oson oson emas. Ayniqsa Z avlod. Oho. Biz paytda o'qisangiz yaxshi bo'lib ketishingiz aniq edi. O'qishga kirsangiz, kollejga kirardingiz, institutga, litseyga kirsangiz, rostdan yaxshi bo'lib ketardi bolalar. Men ko'rmaganman, ana yomon bo'lib ketganimni. Hozir unaqa emas. Hozir meni fikrimcha bolani tarbiyalash ham kerak, uniki himoya ham qilib turishingiz kerak. Yonida kim yuribdi, sinfda qanaqa. Men maktabiga boraman, sinflarni har yili o'zgartirib tashlayman. Qat'iy nazoratga kirmaydimi bu? Yo'q, o'zi bilmaydi. Boraman. Endi biladi. Sinflarini o'zgartiraman, o'zi bilan o'tirib jiddiy gaplashamiz. Men qizlarimni hech qachon qilmaymiz, hech qachon. To'g'ri o'tirib, yelkacha gaplashamiz, yoshiga qarab. Qiz bola bilan. Katta qizim bilan. Bu to'g'rimi? Men uchun to'g'ri deb o'ylayman. To'g'risini gaplashamiz-da. Qizim, sen agar bunaqa qilsang, birinchi menga keladi. Gap, agar sen bunaqa qilsang, falonchi bilan bunaqa bo'ladi. O'zing kelajakda bunaqa bo'lib qolasan, qiynalasan. Bunaqa qilsang zo'r bo'ladi. Xullas, Elmurodni qizlari oq otda shahzoda kelish haqida o'ylamaydi. Yo'q, unaqa fantastika yo'q. Yomon emas, yaxshi. Reallikka boshidan aytish kerak. Uni foydasi yo'q uni. Aldab, to'g'risini aytish kerak. Erkalamaysiz. Erkalataman. Menda erkalatmaydi hech kim. Faqat uni o'zlari biladi-da endi. Hammasini ismi bilan chaqirmayman. Bittasi Ayzipa. Hamma opa deydi, o'rtancha qizim. Kichkina qizimni nima deymiz? Barbi deymiz. Kattasi Koroleva. Endi hammasini mavqei bor ekan-da. Bizda uyda bir kishi chiroyga javob beradi, bir kishi aqlga javob beradi. Birlashtirganda go'yoki sizni 3 ta personajingiz bittaga birlashganday bo'lar ekanda. Imkon qadar bularga tushuntiraman. Qolganlar ham tushunish kerak deb o'ylayman. Shunaqa narsa o'qiganman. Balkim to'g'ri, balkim noto'g'ridir. Qiz bolalar, opa-singillar faqat shu yerda bir-birini ko'radi, bir-biri bilan yaqin bo'ladi. O'tgan yili bir-birini ko'rmaydi. Shuni ikki marta aytganman. Sizlar hozir yashab olinglar, bir-birlarga hurmat qilinglar. Bir-birlarni sizlashadi. Bir-birlaringni yaxshi ko'rib olinglar. Yurgandan keyin sizlar ko'rishmaysizlar. Deb mazmun shunaqa. Erta emasmi hali? Erta kech yo'q. Nimasi erta? Xudo biladi ertaga nima bo'lishini. Kim
kim anaqa tirik qoladi, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz baribir. To'g'ri. Lekin ijodkor Elmurodga qaraydigan bo'lsak, Elmurod Haqnazarov aslida mana ayniqsa so'nggi yillarda kuzatsa bo'ladi. El suygan, el nazariga tushgan, murodiga yetishib borayotgan qadam-baqadam ijodkorda. Lekin bu ijodkorda go'yoki kimdir sayqallanish deydi. Qay bir vaziyatda parchalanishni ko'rish mumkinda. Masalan, deylik, siz so'zni ham qo'shiqqa mana aylantirdingiz. Masalan, hazil-huzul qilib, sportni ham katta sport qilib sahnaga olib chiqdingiz. O'zingizni ijodiy imidjingiz ham uchday bo'lib ketdi. Faqat Elmurod emas, o'sha Elton deysizmi, Erik deysizmi? Bu parchalanish emasmi? Yo'q, men o'zim bunaqa fikrlamayman-da. Menda bilmayman. Men bu san'at sohasida o'qimaganman-da. Meni bolalikdan orzularim bor. Meni maqsadim, orzularimga erishish. Yoshligimdan sportga qiziqqanman. Mana imkon bo'ldi. Nimaga endi bu ishni qilmasligim kerak? Keyin yomon ish emas. Juda ko'pchilik mana bizda Farg'onada Cowboy degan zal bor. Juda ko'pda 3 etajli zal. U reklamaga qiziqmaydigan men ham bildim. Yo'q, reklama qilmayapman. O'zi aytyapman-da. Lekin konsertlaringizda reklama shu qadar mahorat bilan u yeriga bo'lmasa bu yeriga siqilib bo'lmasa tiqilib bu mahorat qayerdan? Puliga qarab. Puliga qarab zo'r joylarga tiqaveraman, zo'r qilib. Kutilmagan joyda. Sportga keladigan bo'lsak, sportga mana juda ko'pchilik sana deb keldik deydi zalda yoki telefon qilishadi zaldagi bolalar. Bitta amaki kelibdi deydi. Yoshim 39da, bu yil xudo xolasa 40 ga kiraman. Bu yomon emas sportga qiziqtirish. Konsertim stabilniy har yili bo'ladi. Internetdagi prikol videolarim hech qanaqa uzilish bo'lgani joyida turibdi. Faqat ichiga endi sport qo'shilib qoldi. Eng qizig'i personajingizga qarab ham reklamani bo'lishingiz mumkin ekan. Narxlar har xil. Bu qanaqa ijodiy yondashuv? Unikum. Men sizga bir sekret aytaymi? Xo'sh. Eksklyuziv bo'ladi. Xo'sh. Xudo xolasa keyingi yilgi konsertni reja qilyapman. Erik Haydarning konsertini qilamiz. Yakkaxon konserti bo'ladi. Biz mehmon bo'lamiz Elton bilan. Yaxshi, charchab qolmadingizmi bu yili? Bu yerdan bu yerga sakrayverib, yuguraverib. 5 kun ko'p ekan. U 5 kundan ham burun sahnani o'zida ketdingiz. Endi men buman. Shu nuqtai nazardan parchalanish bo'lmaydi, lekin sizni haqiqiy muxlislaringiz shu qadar boricha xuddi bir qultum mazali taomni yutgandek qultaydi. Har bir personajingizni yutadi. Bu xalq ichidagi og'riqlarni sekin astalik bilan yig'ib chiqishmi? Bu nima qayerdan olingan? Bu uchalasini o'zini muxlisi bor. Konsert agar bitta Ayro. alohida muxlis. Eng ishonsangiz konsertdagi tomoshabinlar eng kami men uchun kiradi. Ko'p Erik bilan Eltonga kiradi. Sekin astalik bilan Elmurod iltimos gapirmay tur deyishmasa bo'ldi. Erik deb insta chaqirgan gruppadoshlarim hammasi Erikdir edi. Elton deb kollejda hamma Eltondir edi. Keyin qarindoshlarimiz Elmabi deb chaqirishadi. Bilmayman nimaga. Unaqa obrazim ham bor. U internetda u. U bechora obrazi PR kuchli emas ekan. Yo'q, u gapirmaydigan obrazda u. O'shancha. Turk odam. Buni endi qilishdan maqsad u ana Elton rostdan hayotda shunaqa bir so'm pul ishlatmaydigan, odamni tabassum bilan ustidan kulib qo'yadigan, dardi xayoli pul odamni obrazi. Kimgadir ko'pchiligiga yoqmaydi. Men xursand bo'laman. Yoqmasa demak u odam o'zini o'ziga ko'rsatish yoqmaydi. Oyna bor. Erikda endi Erik qo'pol, jiddiy, ichmaydi, chekmaydi, qizlar bilan yurmaydi. Uni fikr xayoli, ilm, fan, texnika, ixtirolar. Shunaqa. U odam dangal odam. Unaqalar ham bor hayotda. O'zim. Yo'q demasangiz, hozir kichkinagina bir tajriba o'tkazamiz. Ro'paramda Elmurod Haqnazarov o'tiribdilar va Erik Haydar hamda yo'q, siz o'ylagan narsa emas. Sizdan buni so'rashganda, lekin biroz boshqacha bo'ladi. Hamda Elton Ferganskiyga galma-galdan savollar bersam. Savollarni o'zini faqat hazil emas, boshqa bir tomoni bor. Xo'sh, Erik Haydarga savol. Qizlar, bolalar
kitob o'qiydigan bo'lishi uchun ularni bir kutubxonaga qamab qo'yish kerakmi? 2 boshiga kitob bilan urish kerakmi? 3 o'qigani uchun pul berish kerakmi? 4 ota-onasini o'zi namuna bo'lish kerakmi? Erik javob beryapti. Elmurod amiz. Endi Naziraxon bitta narsa, bitta siz savolni o'zingizni darajangizda tuzgansiz. Buni endi dunyo olimlarini ustoz bo'lganim uchun aytaman, bu juda sayoz. Chunki to'g'ri javob bitta yo'q. Bitta to'g'ri javob yo'q. Bu ota-ona, maktab, pul. Bitta narsa maktabni to'g'rilab qo'yish kerak xolos. Maktab bu farzandni, bolani eng yetiladigan joyi o'shani. Maktabga qamab qo'ymaymiz. Yo'q. Siz bir kunda 3 mahal kiyim almashtirasiz. 3 mahal sochingizga qaraysiz. Lekin kitobni haftada o'qisangiz, bir marta o'qingiz bo'lmasa o'qimaysiz. Buni sababi sizni maktabda kitob o'qimaganingiz uchun emas, sochingiz chataqlik uchun so'kishgan. Eng qizig'i menda umuman aksi vaziyat bo'lgandi. Qo'lingiz chataqlik uchun so'kishayotgansiz, kitob o'qimaganingiz uchun emas. Manimcha shu maktabda. Endi ota-onaga keladigan bo'lsa, 4-variant to'g'ri. Bu ota-ona o'zi qanaqa bo'lsa, o'zi shunaqa-yu, sen o'zingni tarbiya qil, bolani emas. Ota-ona o'zini tarbiya qilsa, bola ota-onasiga o'xshab katta bo'lib ketaveradi. Uyga kirganda sigaret chekib televizor ko'ryapsiz, o'g'lingiz ham katta bo'lsa shunaqa bo'ladi. Uyga kirganda kitob o'qib yotsangiz yoki namoz o'qib o'tirsangiz yoki bir foydali ish bilan shug'ullanayotganingiz bola ko'rsa, o'ynayotgan joyida ko'zi tushib katta bo'lganda o'zi shunaqa onasiga, otasiga tortib ketaveradi-da bola. O'zing tarbiya qil. Qilganini emas, qilganini qil. Albatta. Xo'sh, Eltonjonga. Albatta, jigar. Nazira opa. Endi pulni sevadigan insonga pul bilan bog'liq bo'lgan savol bo'lmasa bo'lmaydi-da. Конечно. Почему opa? Bizda poraxo'rlik yo'qolishi uchun bir poraxo'rni rasmi va ismini katta qilib ko'chalarga ilib qo'yish kerakmi? 2 xipchin olib yaxshilab savalash kerakmi? 3 har kim pora bermay o'zi mana shu pora oldi berdisida birinchi o'zi harakatni boshlash kerakmi? Nazira opa, bu yerda nozik nuqta bor. Tunki narsa bor bu yerda. Nazira opa, bu yerda hamma o'zini o'zi to'g'rilashi kerak. Biz hammamiz poraxo'rlarga qarshimiz. Lekin o'zimizga kelganda ishimizni bitirish uchun porani beramiz. Yoki porani olamiz. Hamma o'zini o'zi sekin mana shu narsadan cheklasa, hamma o'zi cheklama. Biz o'zimizni to'g'rilamaganimizcha, bizni kimdir kelib to'g'rilab ketmaydi. Deb qo'ysangiz bo'ladi. Menimcha shu qadar chindan ham singib ketganki, so'rashganda siz hech ham qo'sh qoqmasdan-da. Yo'q. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya qilib, 1-2 ko'rsatib. shunaqa qilib. Lekin boshqa tomondan o'ylab qarasam, mana shu Elmurod kamida mana shu ikkita personaj gavdalantirganda o'zi gapira olmaydigan gaplarni shu orqali gapiradi. Topdingiz. Erikda ko'proq gapiraman. Endi balki bu ham kerakdir. Sizni kasbingizda ko'pchilik aytadi, endi baribir kasbkor, bu orqali endi daromad topganingizdan keyin bu sizni halol mehnatingiz. Xursandchilikni ko'proq ko'rishadi. Lekin har ne vaziyatda orqa tomoni, sahna orti bo'lgani kabi, bu kasbni ko'zga ko'rinmaydigan, qorong'u, yoqimsiz, ayrim vaziyatlarda bo'ldi, to'xtatdim degan fikrga yetkazadigan qanaqa tomonlar bor? Men uni holatga tushib ko'rmaganman, lekin yaqinda onam aytdi, eshitib qoldim. Onam gapni eshitib qoldim. Nimadan bitta tabibni oldiga dadam oldi. Tabibga olib borib qaytdi. Kimdir telefon qildi onamga. Xolam qildi. Elmurod yaxshimi dedi. Yo'q bo'lib qoldi dedi. Yaxshimi dedi. Konsert arafasi konsertdan qaytgandan keyin, ha yaxshi, u ham konsertlarni o'tkazib oldi. O'zi mazam bo'lmayapti turibdi konsertdan keyin yotdim litseyga borib. Bechora bolam deydi, hammani kuldirib o'zi kulolmay qoldi deydi. Ali bo'ladi shunaqa. Chiqasiz, siz majbursiz odamlarga tabassum qilishingizga. Men ishonsangiz Rossiyada Jizzaxda Navoiyda, o'tgan yili Navoiyda Rossiyadagi qaysi Barnauldagi konsertda gemoroy bo'lib qo'yganman-da. O'sha bilan chiqqanman. Odamlar kulyapti-da, men tezroq tugasay deyapman. Tezroq bular kulmasayu deyapman-da. Kulmasa keyingi hazilga o'tib, kulsa endi gapirmaysiz, pauza ushlaysiz. Gapiraman, kulaveradi.
Ataylab tez chala qilaman. Hali unaqa holatlarni ko'rishmaydi. Masalan, uyda qayg'uruli holatlar bo'ladi. O'zingizni ichki muammolaringiz bo'ladi, xohishlaringiz bo'ladi. Uni xotiningizga ham hech kimga aytolmaysiz. Hali bo'ladi-yu, dunyolarga sig'maydigan sekretlaringiz bor. Qarang, bitta odam o'tirib gapiradi deysiz. Hech kim tushunmaydi sizni. U shunaqa momentda telefon qiladida, ertaga deydi, palon joyda tadbir bo'ladi deydi. Borib biz nima qilamiz desiz, kuldiramiz. Kuldiramiz endi iloji. Chiqasiz, kuldirasiz. Kuldirayotganda hech narsani o'ylamaysiz. To'g'rimi? Ta-da-da. Marhamat balon sadoji boshqa chiqayotgandan keyin biz tushganda o'sha bashara. Yana haligi xuddi eski to'ningizni kiyasizda. Kimdir kelar rasmga tushib oladi desa, iloji yo'q. Keling. Yana kimdir kelar, ne qilasiz? Kimdir aytadi, kulib turing. Aka rasmga tushavering, menga o'rgatmay qana turishdi deymi? Kaparakansiz deydi. Ha, bo'ldi. Bo'ladi shunaqa. Lekin men u qiziqchilik orqasidan chiqib ketaman, unaqa degan narsa yo'q. Lekin orada o'ylayman, faqat bunday to'xtatib turaymikin deyman. Keyin o'ylayman, yo'q, hozir pauza qilmayman. Chunki hozir zamon unaqa emas. 2 kun chiqmasangiz bo'ldi, unutib yuboradi. Odamlarni unutib yuboradi. Oldin edi. Qancha kam ko'rinsangiz, odamlar sizni qidirardi. Qadringiz baland bo'ladi. Ha, hozir unaqa emas. Hozir 2 soat chiqmasangiz bo'ldi. Siz bo'ldi, sizni unutib yuboradi odam. Hozirgi auditoriya, sizni muxlislaringiz nima ustida yoki kim ustida kulishni afzal topyapti? Menda hozir endi eksperiment qilamiz o'zimiz ham. Endi kulish haqida kelganda, mana kimnidir tanqid qilsangiz zo'r kuladi. Mana Bu kimdir abstrakt bo'lishi mumkin. Aniq bir inson emas. yo'q. Kimnidir yo nimanidir tanqid qilishingiz kerak. Toza chiqib turib bir voqea bo'ldi. U yomon. Bir voqea bo'ldi, dadam bunaqa qilgan ekan, mana bo'pti desangiz 300 ming ko'radi. Lekin mana kecha qo'ydim, bitta negativ bola menga yozgan ekan. Urmadim, so'kishmadi. Men katta sportsmen, kattaroq bola bo'lsa, aqli yetibdi deb shuni bir qiziqishga topaylik dedi. Qarasam yosh bola chiroyli qilib tushuntirdi. Unaqa bo'lmadi dedim. Ertaga bolalaringni senga o'xshab bo'ladi dedi. Sani geningni, qoningdan bolaga o'tadi. Unaqa qilma dedim. Mana shunaqalar zo'r ko'rish. Ya'ni hayotdan olingan xuddi o'ziga o'xshagan. Sizni muxlisingiz xuddi o'ziga o'xshagan vaziyatlarni yaxshi qabul qiladi. Mana masalan Real Madrid klubini ustidan ko'rsa, zo'r ko'riladi. Endi Realmi, Barsami bu shunaqa ham bir Samarqand oshimi yoki Qo'qon oshimi degandek gapda endi. Siz ham bunaqa og'riqli joydan olmang-da. Bitta manikilar emas. Hozir o'zi общий shunaqa. Qaysidir sharmanda bo'lganga reaksiya qilib chiqsangiz zo'r ketadi. Afsus, unaqa ishlar qilmayman-ku. Zo'r ketishini bilaman. Qaysidir hozir jinnilik qilgan odamni shunday chiqib turib, "Mana ko'ringlar videosini" deb turib unga gapirsam, bilaman 5-10 million har kuni borib borasan. Sizdan avval tashrif buyurgan so'z ustalaridan biriga mana shu savolni bergandim, sizga ham bersam, o'zbek so'z ustalariga hozirgi paytda nimalar yetishmaydi va shularni deylik bartaraf etilsa, bu sohani o'zbek so'z ustalarini kelajagi qay tarzda bo'ladi? Ya'ni transformatsiya bo'ladimi, o'zgaradimi yoki shu holicha qoladimi? O'zgartirish menimcha bo'ladi, o'zgaradi. Endi zamon o'zgarganidan keyin qiziqchilik soha ham o'zgaradi. Mana bizga stand up qo'shilib keldi. Undan tashqari mana men bilmayman o'zim haqimda, menga shunday deyishadi odatda, katta ustoz san'atkorlar. Yangilik qilgansan deydi. Bir o'zing 3 ga bo'linib, afishada ham uchalamiz o'zim turaman-da. O'zim mehmon qilaman. Konsert mehmoni Erik Haydarbeyev hech kim qilmagan-da. 3 ta blokda uchalasida 3 xil obrazda. Bu hech kim qilmagan buni. Hech kim qilmagan. Endi bo'lib ham 3 xil obraz, 3 xil janrda. O'zingizni fishkangizni topib oldingiz, misol. Birinchi stand up qilaman o'zim chiqib olib. Elton parodist, Erik sahnaviy ko'rinish. Demoqchiman, bizda o'zgartirish kerak bo'lgan narsa, bu mening fikrimcha, kitob o'qish kerak, ijodkorga kitob kerak, chunki qo'shiqchi, xonandalarda osonroq kechadi bu jarayon. Sababi ular 4000 ta odamni qarshisiga bir o'zi chiqmaydi. Ularning orqasida sozandalar bo'ladi. Adashib ketsam, bunday qilib qo'ysa muzikant taqraq tunqib ketaveradi-da.
aytmoqchi bo'lganim, ular jangda osonroq bo'ladi ular. Shuning uchun qo'shig'iga ham qo'shib yubordingizmi? Umumiy jarayonga. Lekin qiziqchida bir o'zingiz chiqasiz jangga. Adashib ketsangiz, hozir eslab olay deb chiqib kelmaysiz yoki hozir bir qarab olay demaysiz. U narsasi hammasi ilohiy bo'ladi. Xudo agar tilingizni birroq qilib tursa, gapirasiz, olib qo'ysa esingizdan chiqib qolaveradi. Eslalmay turaverasiz jinni qo'yga o'xshab. Eslalmaysiz. Lekin juda yoqtirarkansiz jonli muloqot qilishni o'rnida. Improvizatsiyadan sevasiz. O'zingiz emas, o'sha personajlaringiz, Juda ayniqsa sevaman. Erik juda yaxshi ko'radi. Buyulgisida Elton ham Qo'ymadi. yomon yopishib ola qoldi. Kitob o'qish kerak. O'shanda hammasi o'zgarib ketadi deb o'ylayman. Ko'pchilik aytishi mumkin, kitob o'qiydi-yu hozir ham. Yo'q, yana. Bo'ldi, 10 ta kitob o'qidim, men zo'rman emas. Har kuni o'qirish kerak. Har xilini. O'shanda qiziqchilik rivojlanib ketadi. Qiziqchilar o'rtasida birdamlik bormi? Bu savolni berishim bejiz emas. Media vakili kelsa har doim so'rayman. Media vakillari o'rtasida birdamlik bormi deya sizni nazaringiz? Qiziqchilar o'rtasida bor. Mana konsertimni ham bilaman. Men haligi qo'shilib bu qilaolmayman. Vodiyda yuraman. Keyin o'zi bo'shasam zalga kiraman yo syomka qilaman-da. Syomkaga chiqib ketaman. U vayinlar, lekin o'zim bir qatasiz ko'rishaylik bugun choyxona unaqaga yo'qman. Rostdan men tan olaman. Lekin qaysidir qiziqchi meni taklif qilsa, xo'p deb kelaman. Vodiydan umuman vaqtim yo'q budimmi? Vaqtim bo'lsa menga qo'yib kelaman. O'tirish kerak bo'lsa o'tiraman, xizmat qilish kerak bo'lsa xizmat qilaman. Konsertimda bu safar ham Avazoxim kelmagan konsertimga. Keldi bu yil. Juda ko'p qiziqchilar, Zokir aka ochilib keldi, ustozlar. Men hayron qoldim, xursand bo'ldim. Turli yo'nalishlar. Mirshakar deysizmi, bu tomon stand-up Nodirbek komiklarni, Hayitov keldi, juda ko'pchilik. u tomon ham vaynerlar ham bor, Aynan. blogerlar ham bor. Bu sizni muomalangizdanmi, nimadan? Yo'q, bilmayman. Endi taklif qilaman, kelishadi-da. Yaxshi ko'raman. Menga birinchi qatorda yumorda tushunadigan odam o'tirishini xohlayman-da. Birinchi qatorda o'tirib olib, qovog'ini solib, gezarib, mana qilib o'tirsa, men tushunmayman. Hali bir konsertimda aytganman. Primoy aytganman. Va kulib o'tiring. Sizga taklifnoma berganmiz. Birinchi qatordan. Bo'lmasa, boshqasiga bering joyingizni. Sizga qarayapman, asabim buzilyapti deganman. Bitta tanimayman bitta odam. O'zi qiziqchini konserti bu. Qiziqchini konsertiga kelib kulmay o'tirishlik bu o'tani hojatxonaga kirib hech narsa qilmay suvni bosib chiqib ketishga o'xshaydi. Kulsangiz kuling, o'zi chiqib keting, asabga o'ynamaydi. Nervim buzilyapti sizga qarasam. Yana orada xafa bo'lmayman deb qo'yaman. Sizningcha mana shu sohada bo'lmagan, umuman boshqa ish bilan shug'ullanadigan, lekin shu hazil mutoyibani yorib boradigan kim bor? Kim? Bu savolni faqat sizga emas, darvoqe Mirshakarga ham berganman. Unaqalar juda ko'p. Shunaqa dedi. Voy juda ko'p shani. Mani og'aynilarim ichida bor. Gaplashsangiz, mana bir joyga borib o'tiramiz. Bermaysiz, gapirmaysiz. Sizga o'xshamaydilardikilar. Shunaqa voqealar aytib berishadi. Lekin ularni mikrofonga olib chiqsangiz, sahnaga olib chiqsangiz, kamera yoqsangiz, bo'ldi. Dami chiqib ketadi. Hayajon bosib qoladi, gapirolmaydi. Lekin o'zi bo'lsa borib o'tiramiz. Men sportsmen og'aynilarim bor. Shohra degan bola bor, kaboy. Yomon gaplar, zo'r voqealar aytib beradi-da. Aka kecha deydi, bunaqa bo'ldi-da, deydi. Shunaqa o'zini manierasida chiroyli. Uni men gapirsam kulgili chiqmaydi. Konsertimda ko'p hazillarni aytganman-da, undan eshitib olib. Aka rozi bo'lasiz-da, konsertda ayt deydi, aytavering. Juda ko'p unaqalar. Demak, sahnaga chiqishdan avval kamida jur'at ham bo'lish kerak ekanda, sahnaga chiqish uchun. U bo'lmasa bo'lmaydi. Ana endi bu yog'iga endi harakatini boshlamoqchi bo'lgan, endi tetaboy qilayotgan, so'z ustalikka da'vogarlik qilishni xohlaganlar, yoshlarga havoyi emas, haqiqiy bir maslahatlarni bersangiz. Men endi maslahat o'zimdan kelib chiqib aytaman. U kimdir chiq, qo'y konsert, eplaysan, bizni tap chiqib olish kerak emas. Unga yillar kerak bo'ladi. O'zingiz pishib qolasiz, o'zingiz tayyor bo'lib qolasiz. O'zingiz bilasiz, bo'ldi, men chiqsam bo'ladi, chunki menda material bor. Men juda ko'p joylarda sinash kerak. Uni aytib o'zingiz ichingizda kimdir aytadi. Davay deydi. Kimdir tashqaridan aytish kerak emas. Sizga o'zingiz aytishingiz kerak, o'zingizga o'zingiz bo'ldi, eplaymiz deyish kerak-da. Menda shunaqa narsa bor. Bir ishni qilishdan oldin
o'zim oldin ruhiy tayyor bo'lib olaman. Bo'ldi, man shu ishni qilaman yoki man shu odamga harakat qilaman. Manga kimdir man o'zimni tayyorlab olaman. Tayyorlab mana bu yil 5 kun konsert bu hazilmas. Bu eshitilishi oddiy ko'rinishi mumkin. O'zbekistonda man o'zi bilmayman, nima aytib qoldilar. Intervyu TVdagi bola. Hojiboy Tojiboyev, Avazoxun, siz dedi 3 kundan oshiq konsert qo'ygan yakkaxon qiziqchisizlar, 3 kishisizlar dedi. Endi 5 kun bu tasavvur qiling o'zi 3. Oson bunga ham tak 5 kun. 5 kun olamizmi? Endi admin so'raydi. Aka necha kun olaylik? Yo 5 kun bor ekan deydi. Qayerdan chiqdi bu 5 kun deb jur'at qilish? Keyin uyda aytyapman, u bo'lib chiqasizda 7-dan 10gacha bo'lsa, 5 kun bo'lsa, birinchi kundan o'zingiz tayyorlab berasizda. 5 kun. Tak eplayman. Tak ana yugurishni olib tashlayman. Charchab qolaman, chunki 3 kun deydi, birinchi kunida oyog'im qayrilib ketgan. 5 kunlikda opasniyroq, tak yugurishni kamaytiramiz. Salto bor edi bu yil. Yo'q, saltoni olib tashladim, chunki bilib bo'lmaydi dedi. Bir tushganingizda to'g'ri tushaverasiz, belda tomir tirs bo'lishi mumkin. Yo'q, uni ham olib tashladim. Mana shunaqa qilib, o'z ramkalar. Masalan, birinchi kun baliq hazillarni, keyin soatlarini kamaytirib oldim. Har yil 3 soat konsert qo'yardim-da, bu yil 2 soat. 1 soatini kamaytiramiz, kuch tejaladi. Maqsad kuldira olmaslik qo'rqishdan emas, maqsad anaqa yo'qolib qoladi sizda. Kuch ham, xohish ham o'zi birinchi, ikkinchi kun hayajonda zo'r ketadi, 3-chi, 4-chi, 5-chi kunlar o'zi majburlikdan bo'lib qolmasin deb kam-kam tez-tezga o'tib oldik. Sizlar bu sohadagi insonlar bir yili Humo Arenada konsert berasizlar, bir yili 5 kundan kam qo'yaysizlar. Bu yog'i endi nima bo'ladi? Endi hozir Xudo xohlasa keyingi 3 kun. 3 kun olganman, Erik Haydar. Endi Erik Haydar konsertlari bo'ladi. Bunaqa ketishda yilda 3 marta konsert bo'lishi mumkin-ku. Bo'lishi mumkin. Plan bor keyinchalik. Hozir Erikni konsertini qilib olaylik. Keyin bir gap bo'lar. Sizdan iqtibos. Hamma bir-birini to'g'rilamoqchi. Aslida bitta yechim hamma o'zini to'g'rilashdan boshlasin. O'zingizdan boshlaganingiz nima bo'ldi? Manda o'zimdan boshlaganim, to'g'risini aytaman, ko'p kimdir, men o'zimdan o'zim g'iybatni boshlamas edim. Kimdir menga, aka palonchi bormi? Yo'q, hali kuni ham menga mana deb g'iybat qilib berardim. Mani yomon ko'rgan odamlarim ham imkon qadar hech kim so'ramasa ham uni yonida yurgan odamga yomonlab berardim. Yomonlasam qanaqa? Akkurat, maqtab turib, chiroyli. Endi bu 2 yil oldindan yog'idagi voqealar. Rostini aytaman, men g'iybatchi bo'lganman. Nos chekkanman, ko'p uxlardim. Juda erinchoq odam bo'lganman. Hayotda qiladigan ishim shu-da. Boraman, pul topaman, uyga beraman, onamga beraman, oilaga beraman. Qolib kelayini olaman. Maqsad yo'q-da. Qilib robotga o'xshab chiqib kel. Keyin umumiy polniy o'tirdim. Tak hamma orzularim, o'zim yoshlikdan orzu qilgan niyatlarimga Xudoga shukr, Xudoni o'zi qirqqa kirmasdan ushaltirdi. Katta orzularim bor edi. 2 baravar qilib berdi. Endi yangi plan qilishim kerak. Yangi reja, yangiga har yil o'tirib olib 31-kun reja yozaman. Mana shu yerda bor-da meni rejalarim. Xo'sh. Har yilgisi bor. Mana 2022 deb ko'raylik-da. 2 rejalar. Rejalarim deb yozganman-da. Rejalarim ketadi-da. Qiziq, kameraga ko'rsatish yo'q. Ko'z tegmasin. Demoqchi bo'lganim, o'zimni o'zim boshqatdan anaqa chiqdim. Tak, endi sportga boraman. Qornimni yo'qotaman. 90 kilo yurardim-da. Qornimni yo'qotaman, sportga boraman. Ko'rinishimni, mana tishlarimni Xudoga shukr to'g'rilatdim. Mana odamlar shunaqa odamlar bor, sizni tishingizdan ham kamchilik topadi. Buni sizga kamchilik sifatida tamg'a qilib ko'rsatishadi-da. Kiyinishlarimni, tishlarimni o'zimga ko'proq, endi bu yog'iga o'zimga ko'proq. Vaqtlarimni ham, 1 minutini ham anaqa behuda yo'q. Uxlaydigan joyga yozaman. Iymon masalasi, masalan, ibodat masalalarini joy-joyiga qo'yildi, Xudoga shukr. Sport masalasi. Oldingida itda kechgacha pul topish jinniy qo'yga o'xshab bo'ldi. Mana bunaqa yashashmoq zo'r. Umuman yomon ishim yo'q. Umuman mana
ichish, chekish, yurish, birovni qiziga gap otish, ko'chada ana qimor o'ynash, bir bema'ni, beta'sir yurish, unaqa narsalar ham yo'q. Hamma mani atrofimda yaqinlarim biladi. Kattaligim hamma biladi. Uyimdagilar deb aytyapman. Mani yonimdagi eng yaqinlar. Hech kim shubhalanmaydi. Deydi zalda deydi. 7 dan 9 gacha zalda. Kunduzi uyda bo'lsam, demak buni syomkasi yo'q bu. Bir bola bo'lsa, demak palonchinikida bo'ldi. Aniq rejalar. Ijodkor uchun yangi taassurotlar kerak, yangi hazillarni o'ylab topish uchun. Sizni manzillaringiz har doim aniq bo'lsa, yangi hazillar qayerdan paydo Yo'q, bo'ladi? oldin bular bo'lmaganda menda, bular men uchun yangilik. Bular yangilik. Mana bu yil birinchi blokimda 25 minut chiqib olib o'zim ustimdan kulganman. Sport haqida bo'ldi-da, mavzu sport bo'ldi. Buni sportni ichiga kirib, oktagonda urushib ko'rmagan odam, kurashib ko'rmagan odam bu haqida hazil qila olmaydi. Kimdir aytib bergan bo'lsa, uni anekdot qilib aytib berishi mumkin, lekin uni his qilib, sportsmen voy plyos to'g'ri aytyapti, dedirib yubora olmaydi-da. Uning uchun siz ichiga kirib ko'rishingiz kerak-da. O'sha tomonlari yo'q. Hozir bemalol sport haqida hazil qilaman. Kimdir sport haqida fikr bildirsa, bundan qarab qo'ysangchi deyalaman, misolicha. To'g'ri aytyapti deyalaman. Zo'r. Mana shu yangilik bu. Juda yangilik, zo'r. Sportga kirish boshqa, lekin yangi hazillarni yaratish u boshqa. Mana shu hali chiqmagan, lekin qachonlardir albatta sahnaga olib chiqaman degan hazillaringiz ko'pmi? Mana qara. Bu qara. Ko'pmi? Qolganini sababi nimada? Qoldi. Yig'ib bitta qilmoqchimisiz yoki? Yo'q, mana zametlar. 2027-yil konsertga-da. Mana o'zi boshlangan yozuv. Ko'rinishi kichkina sizga mana shu. Deyarli konsert tayyor keyingi yilga. Mana o'zi yarim soatlik hozir. Qoyil. Mana qarang, boshlanishi qarang. Agar biz o'zbeklar to'yga tayyorlangandek biznesga ham tayyorlanganimizda bizdan zo'ra bo'lmasin. Ancha ijtimoiylashuv kuchaygan sizda. Ha. Qarang. Adabiyot bilan qorin to'ymaydi. Navoiy bizni boqmaydi deydi ham ko'pchilik. Lekin adabiyot odobni o'rgatadi. Eng xavfli odam odobsiz odam. Erik Haydar. Ketadi. Immunitetining yo'mkisida tushib ketibdi uka. Buni iqtiboslar qiling. O'zi tarqaydi, o'zi hamma anaqa konsertim chiqishiga o'zim hali konsert tugamasdan tarqab ketib qoladi. Kesib qo'yib, bulut qo'yib, endi kim sizga million prosmotrlar sari intiling dedi. ibratli muzikalarni qo'yib qo'yishadi foniga. Bu aslida kulish kerak emas, bunga yig'lash kerak. Endi men uni yig'latish uchun aytmayman-da. To'g'risini aytaman. Hali bu savol beryapti konsertda. O'zbekistondagi eng mashhur inson kim? Ketdi Yulduz Usmonova, Sarzayeva, Bahodir Jalol, yana to'rtkishini sanaydi. Yo'q deydi. To'g'ri javob yo'q. Bilib oling. Navoiy paytida, Temuriylar paytida ham, hozir ham, bundan keyin ham O'zbekistonda bitta mashhur odam bor xolos. Qo'shnini bolasi. Siz ming zo'r bo'lib qo'shni bolasidan o'tib ketasiz. Siz o'sha qo'shni bolasi kimligini bilasiz? Men deydi-da Erik Haydar. Hazil davomini bilganim uchun. Bu hazilga o'xshaydi-yu, aslida hazil emas bu o'zi aslida. Bu juda jiddiy masala. Ular eskidan qo'shni bolasi bizda zo'r bo'lib ketgan. Aslida bunday chiqib qarasangiz, qo'shni bolasi ko'pi narkoman bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ana unga qara degan gap aslida to'g'ri. Bir savol borki, bu kasbkoringizga taalluqli. Darvoqe bu savolni ham hamkasblaringiz biriga Mirshakarga berganman. Hozirgi vaqtda yumoristik yondashuv orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan, lekin hozircha soyada qolib ketgan O'zbekistondagi 3 ta muammo. Mayli, xohlasangiz Erik Haydar bo'lib javob beradi. Yo'q, hal qilinish kerak, uni hal qilish, hal qilmaslik baribir qiziqchi shunchaki gapiradi-da. Mana biz ham muammolarni olib chiqamiz. Hamma qiziqchi qaysidir muammoni ko'tarib chiqadi. Albatta. U hal bu qiziqchining orqasidan hal bo'ldi emasda, biz shunchaki xalqqa olib chiqib ko'rsatib beramiz. Uni kimnidir ko'zi tushib qolsa, o'shani hal qiladigan sohani odamlari hal qilishi
mumkin-da. Endi qiziqchi baribir hal qiladimi? Qiziqchi shuncha ochib Siz beradi. ularni o'ylamang. Siz Albatta. o'zingizni fikringizni ayting. 3 ta deyapsiz. 3 ta, 3 ta. Soyada. Soyada qolib ketsin. Soyada qolib ketganlik kim uchundan-da? O'zbekistonimizga xos bo'lgan muammoli vaziyat. Rosa aytib kelyapti. Oldindan aytib qo'ydim. Istasangiz Erikjonni gaplari bilan ayta qoling. Yo'q, shunaqa mavzular bor. Uni soyada qolmaganda ular aytishga jur'at etmaydi. Aytolmaysiz. Asli soyada emas. Aytishga jur'at etadigan har qanday mavzuga soyada qoldirmaymiz. Men masalan har qanday mavzu, qonni bor odamlar haqida ko'p gapiraman. Bilaman, yomon ko'rishadi. Hozir bor odamni o'zimda ham bo'lgan, atrofimda qonni bor bolalar bor. Yomon ko'rish, lekin majburman, aytaman. Qayta aytaveraman. Qayta ustidan kulaman. Tegib ketsin deyman, что tegib uyg'otish uchun-da. Endi bizda shunaqa mavzu bor, masalan, bitta mavzuda gapirgim keladi. Bu ko'pchilik gapirgan, atrofida ustida gapirib o'tib ketganda, menda yumorimga e'tibor bersangiz, menda sal qo'polroq ketadi, prямойroq ketadi. Endi buni nomini Jaydari deb atadim. Dag'alroq, ochiqroq shu ketadi. Mana masalan, qiz tomonga nima qo'yish, mebeligacha oldiradi, tursh uyigacha oldirib, paypog'igacha oldiradi-da, kuyov bola. Poytaxtda ancha qoldi bu odat. Yo'q, qayerdadir bor-da, bizda bor, misol uchun hamma joyda emas, endi hozir rivojlanish bo'lyapti, baribir bor. Bor-da, jirkanib ketadi. Yana bitta mavzu bor, uni 3 yildan beri konsertimda gapiraman deyman, bir mana kuchaytirib ololmayman. Yumorini topolmayman. Mana odamlar o'zini hayoti qolib ketib chekkada, boshqalarning hayoti bilan yashaydi-da. O'zinikiga kelganda umri o'tib ketgan bo'ladi, kasal bo'lib qoladi. Kimni qarasangiz, kimnidir gapirayotgan bo'ladi. Kim bilan gaplashsangiz, o'zi haqida gapirmaydi. O'zi haqida gapirsa, faqat shu pulga aloqador. O'zi haqida gapirish og'riqli-da. Ha, qachon qarasangiz kimnidir muhokama, "Voy, mana palonchi bilan yuribdi ekan, voy, mana palonchi bilan sevishib qopti, mana palonchini bildingizmi? Palon joyga borib Men aytaman, qo'yingchi, nima va o'zingni hayotingni yasha, o'zingni qo'rqma. Chet elga chiqsangiz, birov bilan ishi yo'q. Lekin borib bir narsa so'rasangiz, kulib turib, tabassum bilan javob beradi. Aqli yetsa, aynan bir narsa deydi, ketadi-da. Biz g'iybatxona bo'lib qolganda, gaplashgani, gaplar aytib qani birovni gapirayotgan bo'ladi. O'zini hayoti qiziqmasligi uchun qiziqroq hayoti bor odamni gapirishadi deb o'ylayman-da. Shuni har yili topa olmayman nimasini. Men xohlardim hamma o'zini hayotini yashashini, o'ziga e'tibor beritishini, o'ziniga qaratishini. Mana internetga kirsangiz ham negativlar yildan yilga ko'payyapti. E'tibor beryapsizmi? Yildan yilga. Endi algoritmdagi lentaga ham ko'p narsa bog'liq. Bu haqida intervyularingizda ham aytgansiz. Mayli. Nima bo'lsa ham baribir ko'payyapti-da. Negativlar chiqib kelyapti. Bu ham g'iybatni bitta turi. Bu ham kimnidir hayotini muhokama qilishda. Yo'q, unaqa bo'lishi kerak emas. Muhokama kerak emas. Hamma o'zini o'zi muhokama qiladi. Buni ko'rasiz, men bunaqa. Men ko'raman, bittasi bitta video qo'ydi, yomon video qo'ydi. Qara shu. Demak, men bu ishni qilishim kerak emas ekan. Mani joyim menda bor ozgina, shu joyga qo'yib tashlayman. Odamlarga yoqmas ekan. Hamma o'zini o'zi ramkalash kerak. Birovning hayotiga bizda burun tiqish juda ko'p. Keyingi savol ham O'zbekistonimiz bilan bog'liq. Bu an'anaviy savollardan biri. O'zbekistonda bir nimani o'zgartirish imkoni bo'lsa, bu sizni qo'lingizda. Bu nima bo'lardi va qay tarzda? O'zbekistonda bir nimani o'zgartirish kerak bo'lsa, shu maktablarimiz yomon emas, yaxshi. Har bitta maktabda nimadir qilish kerak-da. Mana masalan, banklarda o'chirtga turish masalasi. Bugun mana posostvoga bordik, o'chirtdi. 10 qator manaqa o'chirtdi. Yag'da kuchi ko'pi, shu chaqqoni, yoshrog'i o'tib ketadi. Yoshi katta, bolali ayol turibdi, bitta bolali ayol turibdi-da. Nima, bolam yig'layapti dedi. Men maylimi birga o'tib olay desa, bitta tog'a aytayaptiki,
Nogironlar ham orqada kutib turibdi dedi. Turing orqaga dedi. Biz ham dedi ertalabdan beri oftida turibmiz deyapti-da. Bu juda noto'g'ri narsa-da. Shuni bunaqa bardak bo'lib turmasdan, bir qator, ikki qator bo'lib, hamma o'zini bularda o'sha maktablarda o'rgatish kerak. Mana peshexoddan o'tishlar, mashinani ichida so'tinmaslik, remenni nimaga taqishdi? Bizda GAI uchun taqiladi-da. Buni nomi qonun. Qonunga rioya qilish va bu bilasizmi qayerdan boshlanadi? Oiladan, otadan. Bejiz boshida otani mas'uliyatini so'ramadim. Siz bu narsani anglash darajasida ekansiz. Har birimiz buni tushunadigan bo'lsak, bu otamizdan keladi. O'sha bizda ko'p mayda narsalar, mana xohlagan odam zvochkasini tashlab yuboradi. Tashlab yuboradi ko'chada. Men Germaniyada eshitganman, zvochka tashlasangiz sizga jinoiy ish ochiladi. Sababi Ko'p mamlakatlarda uni jarima solinadi. qushlar ko'rdonni bo'ylab yeb qush o'lishi mumkin ekan. Siz qushlarga qarshi anaqa jinoyat qilganda qabul qiladi. Bizni nosini ham tupurib ketaveradi. Ne ketyapsan, mashinani eshigini ochib, ketayotgan yo'lida bemalol yurtiga musor tashaladi-da, axlat tashaladi. Derazani ochadi, tupuradi, zvochkasini, axlatini. Buni kim o'rgatadi? Bu bolalikdan. O'shani aytyapman. Buni o'sha yoshlik, o'sha maktab davri bo'ladi-yu. Bolani maktab davrida baribir bola shakllanadi. Bog'cha u baribir bog'chada. Mana maktab paytida baribir jamiyatga qo'shiladi, ko'chada yurishni boshlaydi bola. O'shanda ota-ona ham, maktab o'qituvchilari ham qanaqadir tizim bo'lishi kerakmi deyman. Mayda narsalar. Bizda qaysi institutdan, kollejdan, maktabdan ma'naviyat va ma'rifat degan dars bo'lardi. O'sha darsga baho qo'yilmasdi. O'shaning uchun ham hech kim kirmasdi u fan. Aslida eng kerakligi o'sha fan ekan. Endi tushunyapman. Ma'naviyat va ma'rifat bu bizga kerakli bo'lgan eng, lekin unga baho qo'yilmasdi. Hech kim kirmasdi. Millatimiz munosabati. Millat deganda siz nimani tushunasiz? Millat deganda bu bir mush. Bitta mana bunday bo'lishi kerak. Men Farg'onaliman, men Jizzaxliman, men Qo'qonliman, men Sirdaryolikman dedi. Millat bo'linadi. Biz millat degani bitta millat. Bo'ldi. Bir mush bo'lishi kerak. Hammaning maqsadi bitta bo'lishi kerak. Harakat har xil bo'lishi mumkin, lekin maqsad bitta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana olimpiada musobaqalariga qarasangiz, hamma kimdir kurashadi, kimdir boks, har xil. Maqsad yoqda oltin medal olish emasdi. Maqsad O'zbekistonda oltinlarini ko'paytirish. Chunki yoqda siz oltin medal olganingizda Xitoydagi masalan sizdan ko'payib ketishi mumkin. Bokschilar, gimnastikachilarni ham podдержка qilib turadi. Shu medalga qo'shilsa umumjamoa sifatida birda oladi-yu. Shu maqsad bir bo'lishi kerak-da. Bizni sport birlashtiradi, ayniqsa mana futbol jarayonida ham hozir. Oho, qanaqa ham bir bo'lib qolamiz. Osh ustida birlashishimiz mumkin. Yana nimalar biz millat sifatida birlashtirishi mumkin? Sport oshdi deysiz. Osh topib tashlash kerak. Birlashtirmaydimi? Ya, qabul qilolmayman. Choyxonani qabul qilolmayman. Hali 10 bo'lib har hafta choyxonaga borishni qabul qilolmayman. Bilmayman men. O'zi vodiylik bo'lsam ham deyarli choyxonaga bormayman. Qiziq. Deyarli choyxonaga bormayman, qiziqmayman, bahona qilib boraman. Shunaqa. Vodiydagi insonga xos bo'lmagan. Yo'q, men yoqtirmayman. Men kech payt 8 dan keyin buni qorinni ishirib, ovqat yeyish, unaqa narsalarga yo'g'roqman. Bu so'nggi vaqtdagi xulosalarmi? Yo, oldindan shunaqa. Bormayman, yoqtirmayman. Men to'g'risini aytaman, yoqtirmayman. Borib olib o'tirib, prosta o'tirib osh yeb o'tirishni yoqtirmayman, gaplashib. Mana konsertda aytganman. Va guruhdoshlarim xafa bo'lishgan, sinfdoshlarim xafa bo'lishgan. Sen konsertda, intervyuda bizni gapirasan. Oshga keyin g'iybatxona, anaqa sigaret hidi o'tirib qoladi keyiniga, to'g'risi. Davay dedim, kutubxonaga to'planamiz dedim. Yaxshi taklif. Davay, bo'lmasa. Lekin 30-40 yoshdagi o'zbek mahlini erkak vakili bu gapingizga qarab ko'rsatishi mumkin. Ishoning, ishonavering.
Yo'q, unaqa bo'lishi kerak emas. Bizda naоборот 40 ga kirganda bizda уже ko'pchilik qaridim bo'ldi, pishdi. Endi bag'ri tekin choyxona aytsam ham bo'laveradi bo'lib qoladida. Yo'q. Man o'zimdan ko'ra yoshligimda 40 ga kirgan odamni ko'rsam, уже katta tog'a deb o'ylardimda. Mana hozir o'zim 40 ga kirdim. Yo'q, unaqa vahimali emas. Unaqa vahima emas. Qo'rqmanglar. Yashasa bo'ladi. Yana hozir niyat bor, farzandlar ko'rish. Man o'g'il xohlayman. Rostini aytaman. Qizlarim Xudoga shukr, hammasini yaxshi ko'raman. Inshaalloh bular mani jannatga olib kiradi. Umuman pretenziyam yo'q. Hammasi yo'q. Zo'r, cho'tka, go'zal. Lekin o'g'il xohlayman. Xohlayman. Davomchi. Da, bo'lishini xohlayman. Chunki biz kelishimizni ketishi ham bor. Ortimizdan albatta Xudodan so'rayman. Bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa lekin isyon qilmayman. Elmurod, o'lim siz uchun nima? O'lim bu boshlanishi, hayotni boshlanishi. Hozir biz yo'liymiz. Inshaalloh biz yo'lganmiz. Bu o'lim tirilish. Haqiqiysi o'lganingizda boshlanadi-da. Hozir bu shunchaki degan o'tib ketadigan davr. Menda fikrlarim bordi. Qaysidir intervyuda nimadir deyman, necha yildir oldin. Keyin oradan 1-2 yil o'tadi, u fikrga qarshi fikrga kelib qolaman. O'zgarasiz. O'zgarasiz. Hozir gapirayotgan gaplarim keyinchalik teskarisini gapirib chiqishim ham mumkin. Bu odam yashaversangiz, har xil narsalarni ko'raversangiz, u o'zgarib qolar ekansizda. Mana pul, mana bir joyda aytgan. Pul erkak kishining kosmetikasi. Siz agar pulingiz bo'lsa, demak kosmetika zo'r qilingan, siz chiroylisiz, krasavchisiz. Sizni har bitta gapingiz, ishingiz yuradi, o'tadi. Pulingiz bo'lmasa, sizdan xunuk yo'q. Ming sizni qosh ko'zingiz chiroyli bo'lsa, pulingiz yo'qmi, siz xunuksiz. Bunaqa fikr berganman. Endi hozirgi fikrim shunaqa eshiklar bor, uni pul bilan ochib bo'lmaydi. Shunaqa qalblar bor, shunaqa ko'ngillar bor, unga pul bilan kira olmaysiz. Unga faqat mehr bilan, muhabbat bilan kirib borasiz. Unga pulingiz o'tmaydi, rostdan aytaman. Milliard dollar bersa, u eshikni ocha olmaysiz. Faqat unga iqtidoringiz ham kamlik qiladi-da. Unga samimiy mehr va muhabbatingiz bilan kirib ketasiz. Ikkala javobni ham o'zingiz bergansiz. Faqat o'rtada vaqt. Qarasangiz bittasida pul davay. Endi bunisida o'zi buni ikkitasini o'rtasida bilasizmi nima bor? Ulg'ayish bor. Ilohim esdan bo'lsin. Yaxshilikka o'zim man nima bilsa ham aytaman, onam bilan dadamga qarab aytaman. Sizlardan hammasi yaxshimi deyman. Dadam endi har intervyuda aytaverib, bu yod bo'lib ketdi odamlarga ham kasal. Hozir ham og'ir. Desam, davoling yaxshi. Elmurod dedi. Bizni oxirida dedi, hammasi yaxshi bo'lgani xursand qilyapti, xotirjammiz dedi. Nevaralar, sharoit yaxshi. Topish muammo yo'q. Birovdan qarz emas. Biz kreditimiz yo'q. Kimdir uy taqillatib kelsa, voy kim ekan degan narsa yo'q. Hozir taqillatib kelsa biz uyni mana sizga sekret aytaman, to'g'rimi aytish bilmay. Ilgari domda turgan paytimiz eshik taqillasa, oyoqni uchida yurib, onam ham, dadam ham glazokdan qarardik. Kim ekan? Kim bugun qarzini so'rab keldi ekan yoki kim bugun yo'qda xushxabar. Hozir bilasizmi, biz endi birga yashayapmiz. Anchadan beri hovlida dadam, ona eshik taqillasa, uyga kamera ham qo'yilgan. Bir ko'rib turamiz tashqari. Hamma biladi. Yaxshi nimada keldi. Mehmon keldi. Kimdir yordam so'rab keladi. Elmurod nima qilib pul qo'yib beramiz. Mayda pullarimizni eshik tagida turadi. Kimdirlar keladi, qizlarim olib chiqib, men 20 ming nech pul bo'lsa ham haligi akalar bor. Qo'llariga berib ketishadi duo qilib. Kimdir to'yga aytgani keladi. Hozir Xudoga shukr deyman, oxiri yaxshi bo'lsin. Avval tarix hech narsa emas. Kelajakda oxiri tugay final zo'r bo'lsa, menga shu yoqqa. Siz bilan o'tirganda Muhammad Ali Shonqulov aytgan ekan, futbolda ham 87-minutdan keyin hamma shoshib qoladi dedi. Shunaqa. O'sha 87-minutgacha qiyinchiliklar bo'ladi. Jarohatlar bo'ladi. O'shangacha davolanib, oyoqda borib olinsa, qolgan 3 minutida ko'krakni kerib, ota-ona qo'ldan tursangiz unga yetmaydi.
Mani acham bor. O'sha 90 yoshda, 97 ekrda bu. Har yili 97 ekrda, 97 ekrda deyaverardimda. Bir kun bittasi bilar ekanda, tomoshabin. 2022-yilgi konsertingizda ham achangizni 97 ekrda deyordingiz. Qachon o'zi 97 dan o'tadi, 98 ga kiradi deb. O'sha paytlari acham 89, 90 yosh bo'lganda, men xohladim. Rostdan 97 ga kirdida u. Har 30 Yetkazdik shu yoshga har deng. 30 da bir ana achamda ham, onasida ham Xudoga shukr oxiri yaxshi. Juda qiyinchilik ko'rishgan. Juda men ko'rmaganman acham yangi ko'ylak, bir yangi tapchika olib kiygan. Qachon qarasangiz bir xillaligi ko'k stanli tukli puxovoy ro'molda yurardi. Qishin yozi. Men hozir borsangiz tishlari qo'yilgan. Hali zo'rda, yangi kiyimlar qayerda borsangiz pul sanab o'tirganlardi. Xursand qilishni xursandchilik bilan qabul qilar ekansiz-da. Da, oxiri yaxshi bo'lgani zo'r. 102 TV podkastida o'ziga To'xtang, nimaga 102? Ichki ishlarga aloqasi bormi? Ha? 102 FM Avtoradio, 102 TV Avtoradioni loyihasi. Ha. Bittasi pojarniga telefon qildi-da. Ha. 700 ga kelinglar, palon adresga domga. Qaysi xonadon yonyapti? Yo'q, yongan yo'q, ikkitasi urushyapti dvorimizda. Bir-birini urib tashyapti. Voy aka, ikkitasi urushayotgan bo'lsa pojarniga emas, biz yong'in bo'lsa boramiz. Yo urushayotgan bo'lsa yo 102 ga qiling, yo 103 ga qiling. Doktor bilan kelsak. Bilaman, shu 102 bilan 103 urushyapti. Kimga qilishni bilmaysizlarga qil. Parazat qiladi. Dunyoda xuddi ikkita urushayotgan milisa bilan doktordan boshqa yo'q deydi. Bizda 102 TV va an'ana bor. Sizdan avval tashrif buyurgan mehmon, keyingi mehmon kim ekanligini bilmagan holda savol tashlab ketadi. Sizdan avval Menga savol berishganmi? Sizdan avval kinorejissyor Sarvar Karimov. Sarvar aka. Tashlab ketganlar. Bilmaydim halligini. Yo'q. Agar sizga fantastik bir imkoniyat berilsaki, hayotingizni boshqatdan boshlash imkoni, qaysi xatoingizni qilmagan bo'lardingiz? O'zim bilgancha javob beraveray. Hech qanaqa nima kelsa o'shani Ilmiy yondashuv kerak emas. Bilganingizcha. Gapirganingizda bitta narsa kerak. Men qaytadan yashash imkoni berilsa, birinchidan xohlamayman qaytadan yashashni. Bu hayot bir marta yashashingiz bilan go'zal. Xatoni to'g'rilashga kelsak, uni to'g'rilamagan bo'lardim. Sababi biz hayotdagi har bitta xato bizni shakllantiradi va o'sha xatolar kerak. Xato qilmagan odam yo'q, planetada yo'q. O'lgan odam xato qilmaydi, hech narsa qilmagan odam xato qilmaydi. Xatolar kerak. Agar o'sha xato bo'lgani uchun ham ana yo'lingizni topasiz-da. Rostini aytaman. Hech qaysi xato to'g'rilashni xohlamayman. Menimcha o'sha kerak edi, bo'ldi, to'g'ri. Lekin bitta xatoni 2 martadan qilishlik o'zi bu jinnilik. Aslida xato bu tajriba. Bu kerak, juda kerak. Chiniqtiradi. Juda kerak. Endi an'anani davom ettiramiz. Siz keyingi mehmonga kim ekanligini bilmagan holda savol tashlab ketishingiz mumkin. Nima anaqa savol berish kerakmi? Falsafiy, uni bilasizmi bugun degan savollar bo'lishi kerak. Istasangiz Erik sifat, istasangiz Mana odam masalan hammamiz bir kun o'lamiz. Hammamiz bir kun o'lamiz. Sizga kimdir aytadi-da. Bir kun bo'ldi. Bir kun emas, keyin 2 kun. 48 soat vaqting bor. Rosa 48 soatdan keyin o'lasan desa, men bilaman, hamma o'zi siz ham intervyu Tramp kelib o'tiradi, intervyu qilib bering desa ham qilmaysiz. Boradigan joyingiz aniq, qiladigan ishingiz aniq. O'zi pul, mul, unaqa narsa, moli dunyo, mashina, sayohat, hammasiga tupurasiz. Birinchi qiladigan ishingiz o'sha 2 kunni eng yaqin odamingiz bilan o'tkazasiz. Oila davrasida. Agar ota-ona tirik bo'lsa, farzandlar, hammasini. Boshqa ish qilmaysiz, aniq. Bittasini oldiga borish kerak bo'lsa,
faqat bir kishini oldiga, 48 soatda bir kishini oldiga borish kerak bo'lsa, ota-onadan tashqari, ota-ona o'tib ketgan tasavvur qiling. Kim bo'lishi mumkin? Savol qabul qilindi. Bo'ladimi? Sizga bu savol berilganda qanday javob bergan bo'lardingiz? Endi o'zimga qarshi taqdirimda. Kerak o'sha odamdan eshitilyapti. U inson o'zini fikrini aytadi. Ota-onasi bo'lmasa? Bor. Yugurib boradigan. Men xohlayman. Mana bilasizmi? Har bitta odamda sizda ham bo'lgan. Dunyoda eng yomon narsa bor-da. Buni kecha o'qib topib oldim. Bu xudo xohlasa gapiraman. Gapirishdan maqsad odamlarga foydali bo'lsin. Menga vashi foydasi yo'q bu gapni o'zi aslida. Odamlarga foydasi bo'lsa, kimgadir dunyoda eng yomon narsalardan bittasi rostdan yomon ekan. Tavba qildim, o'yladim-da, rosa tasavvur qilib ko'rdim. Intrigani qarang. Xudodan so'ragan odamlaringiz bo'ladi. Namozlaringizda, duolaringizda, yurgan yo'lingizda Xudodan so'raganlaringiz bor, bilasizmi? Shularni oradan vaqt o'tib Xudoga solib qo'yish. Eng yomoni, bilasizmi? Bu ham tajriba ham. Va eng yomon narsa-da bu. Deyapman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, shunaqa insonlar bo'lishi kerak. Sizni 102 bo'lishi kerak-da. Siz muammoga kirganingizda shunaqa odamlar men ko'pchilikka savol berganman. Tasavvur qil, sen muammoga kirding, masalan, $50,000 qarzga kirding. Срочный. Birinchi kallangga keladigan kim? Siz o'ylanib qoladi-da. Shunaqa odamlar bor. Kim siz? O'ylanmaydi. Bormi sizda? Bor. Aytib tashlaydi. Eng yomoni shu. Kimdir atrofingizda butun boshli jamiyat sizni olqishlayapti. Siz zvizda, siz yilning eng zo'r qiziqchisini san'at sohasida urdingiz. Sport sohasida faqat g'alaba. Urdingiz, videolar uchyapti. Internetda sizdan anaqa ko'p ko'riladigan yo'q. Siz mega zvizdasiz. Lekin muammoga kirganingizda kimga qilsam ekan deb qolishdan azob yo'q-da. Hech kim tanimay qo'yarsin, mayli, lekin hozir palonchiga qilaman deydiganingiz bo'lsa zo'rda. Shunaqa momentlar bo'lar ekan. Ruhiy kasal bo'lasiz-da. Ruhiy travma paydo bo'ladi. Sizga o'sha og'aynilaringiz bilan chet el dunyoning eng zo'r joylariga borish ham tatinmaydi. Foyda bermaydi, lecheniya bo'lmaydi, davolanmaydi. Shu bitta odam bo'ladi-da. To'xta, shunga qilaylik. Shu просто jinnilik qitirib yechib tashlaydi-da. Shunaqa odam bo'lish kerak demoqchiman. Eng yomoni rosta yashaverasizda telefoningizni kontakti bari jinni anaqa bir faqat manfaat yuzasidan to'plangan kontaktlardan ikkita siz uchun kulib turib jonini beraveradigan og'ayningiz, do'stingiz yoki bir qadrdoningiz, insoningiz bo'lishi kerak. Kamida ikkita bo'lsin sizda. Eng kami ikkita. Qay bir savol intervyu mobaynida yangramadi, lekin siz kutdingiz. Va shu dizayndan nimaga chiqib ketdingiz deysimikin degandim, bo'lmadi, Xudoga shukr. Dizayn bu dizayn. Siz bu siz. Va shu Xudoga shukr yaxshi bo'ldi. Ko'p qayerga borsam shuni gapirishaveradi-da. Savol berishaveradi. Endi ani gapirmasangiz o'zini olyapti deydi-da. Intervyuchi ham men o'ylayman, jurnalistlar ham o'zini ustida ishlaydigan payt keldi-da. Intervyu olayotganlar ham hammasiga tegishli. Ko'rib o'tirsangiz, savollar shabloni bir xil, pashti bir xil, kelgan odam har xil xolos. O'sha ishiga qarab turib, qilib qo'yiladi. Yo'q. Tupikka tiqib tashlaydigan rostdan shu umrida eshitmagan savollar, undan chiqqan javob o'tirgan tomoshabinga o'ylantirib, jinni qilib qo'yib, rostdan didirib olish kerak. Hozir sizdagi savollardan rostdan men zerikib ketgan savollarni eshitmadim. Lekin tupikka tiqish niyat hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi.
Yo, topikka deganda qaysi ma'noda aytyapman? Oddiy savol, lekin uni javoblari hech qayerda eshitmaganman-da siz bergan savolni to'g'risi. Mana jangiz kelishilinganmi, demadingiz. Rosti hozir trendda bo'lgan mavzularda savol beradi-yu odatda jurnalistlar. Demoqchi bo'lganim, yaxshi demoqchiman. Ana o'zingizni yo'nalishingiz bor ekan. Kimdir yo'nalishi trendlarni savol qilib beradi, piar qiladi. U ham yo'nalish. Men hech qarshi emasman. Bo'laversin, zo'r. Zo'r. Siz bilan savol-javob shunday bo'lsinki, deya niyat qilingan. Yillar oshsin, insonlar intervyuingizni ko'rib, Elmurod mana shunaqa ekanda, desin. Manda mana o'qidim, Xudoga shukr. Opam, akam, ukam oilalari bor. O'zim oilalarim bor. Masalan, farzandlar. Baribir bir institutdagi, maktab, litseydagi ustozlaringiz bergan dars bu 30% sizni hayotingizda rol o'ynaydi-da. Qolgan 70% hayot bergan dars. Ustoz hayot zo'rda. Ko'raverasiz. Borib jamiyatda siz aytadi-yu, kim davri o'tdi buni deydi-yu. Men endi tushunyapman. U odamlar davri o'tmagan ekanda. Davr o'tmaydi. Palonchi qiziqchini davri o'tdi, chunki yoshlar undan zo'r chiqib keldi deydi. Unaqa emas. O'sha davri o'tdi degan ustoz qiziqchilarni ular shunchaki hayotni ko'rishdi, tushunishdi. Ular sokinlik, halovatini topib oldi ular. Ular halovatini topib oldi-da. Ustoz shifu bo'lishdi. Halovatini topdi. Hamma yo'g'i yetarli. Boriga qanoat qilish va bundan buyog'iga ko'p vaqtini ko'chadagilarga emas, uydagilarga sarflashda o'sha yo'lga qo'yib olgan bo'lar ekan. Menda ham mana shunaqa narsalar paydo bo'lib qolganda. Mana davri o'tdi. Hech kimni hech qanaqa davri bo'lmaydi. Hamma keladi, ketadi. Bo'ldi. Hammani davri o'lguncha-da. Haligi ikkinchi sizni ikkinchi bo'lagingiz bu ayol deydi-da, misol yoki bu erkak, palonchining ikkinchi bo'lagi, palonchi inson sizga yo'q. Mani hayolimda, mani tasavvur, mani ko'rgan narsalarda hech kimni ikkinchi bo'lak emas. Ikkinchi bo'lak degan tushunchani men masalan qabul qilmayman. Shunchaki vaziyat taqozo qildi. Siz qanchadir 2 yil, 10 yil, 50 yil yoki umringiz oxirigacha shu bilan o'sha yo'lda bosib o'tishingiz kerak. U sherik bo'ldi, ikkinchi bo'ladi. Chunki hammasiz yashay oladi. Hammasi yashay oladi. Ikkinchi bo'ladi deganda, u ikkinchi bo'lak ketganda siz ham o'lishingiz kerak, o'lganda siz ham o'lishingiz kerak. Unaqa emas. Men xohlayman hamma tinch qo'yishini, hamma bir-birini tinch qo'yishini. Kimdir kim haqida gapirayotganda shunchaki xursand bo'lib, mayli o'zi xulq-chata bo'lib, yaxshi tomon top gapirib qo'yish kerak edi. Taqdir taqozosi bilan aniqrog'i intervyu jarayoni sababli deyarli barcha intervyularingizni, konsertlaringizni ko'rib chiqdim va shunday xulosaga, aniq bir xulosaga keldim. Siz ulg'ayish yo'lidasiz. Ilohim, mana shunaqa. Anchayin fikrlaringiz o'zgargan. Lekin qaraganim yo'q. Qalb hech qachon qaramaydi. Ulg'ayish yo'q. Tanam ham qaragan yo'q. Ularni tashlab hammasi cho'tki, hammasi joyida. Yildan yilga yaxshi, kuchim, sifatimni holatim, naborot menga oqyapti. Aytyapman, odam qaramaydi. Odam o'zini o'zi qaratadi. Biz qaradik degan kuni biz o'zimizni qaratamiz, o'zimizni sindiramiz, o'zimizni yeymiz, o'zimizni tamom qilamiz. Biz qachonki o'zimiz maqtaymiz, o'zimizga o'zimiz e'tibor beramiz, o'shanda hammasi zo'r bo'ladi. Men xohlardim hech kim yomon gapirmasa deyman. To'g'risini aytaman-da. Men hali palonchi siz kelib biladi-da. Voy, Muhammad Ali Eshonqulov nimaga borgan ekan? Koreyagami, Yaponiyagami podkast qilgan. Voy, yomon gap gapirib qo'ydi. Jinni bo'lib qoladi demişlar. Yomon bu to'g'ri ma'noda emas, zo'r degani. Shuni aytay, Muhammad Ali xafa bo'lmadi. Endi yaxshi gap aytilsa bo'laveradi. Zo'r narsa aytdi. Men yozib oldim. Rostdan maza qilasiz, eshitganmiz. Ustoz, siz yo'g'ingizda sizni orqangizdan fosa gapirishdi. Ustoz,
man yo'g'imda mani rosa urishsa ham mayli debdi. Zo'r a. Man yo'g'imda mani tepib tashlasa ham mayli. Hozirgi vaqtda juda ham og'riqli va sizda chindan ham so'zlar qaynar xumchada chiqqandek falsafa aralash sekin asta-sekin chiqmoqda. Chiqyapti. Chiqmoqda. O'xshayapti, yuryapti. Suv ichyapman. Intervyu o'xshadimi yo'qmi? Albatta fikr bildiring va sizda qobiliyat bor ekan. Mana shu qobiliyatni eng so'nggi daqiqalarda ishga solsakda, siz aniq bilasiz, video tomoshalari qanaqa bo'ladi va tomoshalar yuqori bo'lishi uchun nimalarni aytish kerak. Barsa Realdan tashqari. Iltimos. Futbolda jahon chempionatida bo'lib turibdi hozir. Man Amerikaga jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlagan bormoqchisiz. Viza muammo. Viza olgani hamma muammo bo'lyapti. Man sizga bitta narsa o'rgataman. Uyingizda o'tirib shuni qilasiz. Bo'ldi. Jahon chempionatiga borasiz. $100 sarflaysiz xolos. Bu 99% hal degani. Bo'ldi. Taxmin qilgandim, suhbatimizni so'nggi kulgi bilan nuqta bo'ladi. 102 TV muvaffaqiyat kalitlari podkastida. Opa, tadbirkorlar sizni rostdan tadbirkor odammisiz? Bu rostdan aytyapman. Agar men biznesmen bo'lganimda, nimadir mahsulot ishlab chiqarganimda, mana shu krujkaga qo'yib berardim. Chunki sizniki yaxshi manfaatli nimada? Content. Qo'yib berardim, masjidga qo'yib berardim. Joy bo'sh. Yo'q, rostdan aytyapman. Men qo'yganingizda reklamasi bor deb o'yladim-da. Deb qaradim-da. Reklama qani dedingizmi? O'zi sizda bo'lishi kerak-da. Bir shakardik, hammasi rostdan ko'rsatib ko'rganimda, bokalida suv olib chiqdi-da. Nima ekan bu? Deb qaradim, nimaga katta ekan desam, unga reklama tushirilgan ekan. Sizda bo'lishi kerak reklama. Har neyin vaqti bor, balki Elmurodning murojatidan so'ng ham mana shu joyda men tadbirkor bo'lganimda rostdan qo'yardim. Bu chunki o'ylang, 1,5 soat bo'ldimi hozir? 1,5 soat sizni bo'lib ham yaxshi odamlarning yonida turibdi-da. Yaxshi odam 102 TV podkastida mehmon bo'ldilar. Elmurod Haqnazarov, so'z ustasi, qiziqchi. Salomat bo'ling. Rahmat. Bu yozib beraymi? Albatta.